Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda ozgina mana shu YouTube haqida gaplashib o'tamiz. Ozgina video murojaat qilib, ko'pchilik xato yo'ldan borayotgan insonlarni, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni ozgina bo'lsa-da, mana shu tajribalarimizga asoslangan holatda ularga salgina bo'lsa-da yordam berishga harakat qilaman, nasib qilsa. Birinchi ko'pchilikda bo'lib turgan muammo bu sun'iy intellektga yopishish. Juda ham ko'pchilik sun'iy intellektga yopishyapti. Sun'iy intellektga yaxshi pul topaman deb o'ylab, juda ko'p vaqtini sarflayapti, juda ko'p pulini sarflayapti va oxirida natijasiz holatga kelib qolyapti. Aynan men misol uchun mana ko'rsatib o'tishim mumkin YouTube'da. Bunday deb yozamiz. Tak, earning with AI in YouTube. Mana bu videolarni ko'radigan bo'lsak, juda ham katta summalar haqida gap ketyapti. Misol uchun $5,000, $14,000, yana kimdir qaysidir anolar. Ya'ni mana simple, eng yomoni mana shu aldashlar. Oddiygina degan so'z aldayapti ko'pchilikni. Oddiygina, osongina, tezgina degan narsa. Mana shu narsaga ishonmang. Bu narsa yolg'on narsa. Chunki YouTube'da oson, tez, oddiygina pul topib bo'lmaydi. Bunaqa bo'lganda o'sha hamma pul topib boyib ketgan bo'lardi. Lekin o'sha mehnatiga yarasha, sabr bilan, chidam bilan albatta pul topsa bo'ladi. Ancha yaxshi pul topsa bo'ladi, lekin tez, oson, yengil degan narsa yo'q. Kirdingiz bir oyda, 2 oyda sirazi 3,000, 4,000, 5,000 dollar topdingiz degan narsa yo'q. Albatta sabr bilan borasiz. Boshida kerak bo'lsa $500 topishingiz mumkin, $800 topishingiz mumkin. Keyinchalik yaxshilashib boradi. Keyin misol uchun yaxshi pul topib ketgandan keyin ham yana minusga tushib ketishi mumkin. Albatta bu YouTube stabil daromad yo'q YouTube'da. O'ynab turadi, lekin o'sha bitta oyda ko'p topganingiz, keyingi oyda kam topsangiz ham, misol uchun 10 ni to'ldirib yuboradi, o'rtacha yaxshi pul topsangiz bo'ladi, o'rtachasini olganda. Lekin mana bunaqa ko'pchilik misol uchun mana sun'iy intellekt orqali pul toping, sun'iy intellektda video yasab pul toping, mana $3,000 kuniga deyapti, misol uchun mana $2,000 haftasiga. Juda ham sun'iy intellektga asoslangan anolar ko'p. Mana aytyapti, ko'p qilib pul toping misol uchun. Bu narsalar ko'pchilikga yolg'on, bularga ishonmang. 100% sun'iy intellektda pul topsa bo'ladi YouTube'da, lekin buni o'ziga yarasha qonun qoidalari bor, tartiblari bor va bu narsalar bu yerda aytilmagan. Mana shu bosh aytilgan xolos. Qilish aytilgan xolos. Lekin buni har bir narsada har kim o'zi ham o'tirib o'ylab ko'radigan bo'lsa, pros and cons deydi. Yaxshi va yomon tomonlari bor albatta. Lekin sun'iy intellektdan butkul foydalanib bo'lmaydi degan narsa ham yo'q. Albatta bundan foydalansa bo'ladi, natijalar qilsa bo'ladi, yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi, lekin o'zining qonun qoidalari asosida. Birga bir mana shu YouTube'dagi videoni ko'rib, sun'iy intellekt orqali video tayyorlab, misol uchun natijaga erisha olaman degan narsa bu albatta yolg'on narsa hisoblanadi. Endi keyingi aytmoqchi bo'lgan narsamiz shuki, bu narsa like va yoki bo'lmasam nakrutka qilish, like urish, prosmotr nakrutkasi degan narsalar. Eng osoni ko'pchilik hozir e'tibor beryapti shu narsaga, bu like urish videoga. Misol uchun nakrutka qilsangiz sirazi muammo qiladi YouTube. Ya'ni videoni sun'iy ko'rishlar sonini oshirsangiz yoki bo'lmasa obunachilarni oshirsangiz, sun'iy oshiradigan bo'lsangiz, albatta YouTube botlari orqali bu aniqlanadi va kanalingizda keyin muammo qiladi. Kanalingiz o'smay qoladi, yurmay qoladi, yaxshi natija bermay qoladi. Misol uchun mana shu narsalar albatta salbiy. Lekin ko'pchilik holatlarda ko'pchilik nima qilyapti? Like urish yo'liga o'tib ketyapti. Misol uchun albatta bu yaxshi, to'g'ri, buni qiladi, ko'pchilik qiladigan narsa, lekin qancha like urish kerak? Qachon urish kerak? Va qay tartibda bo'ladi buni bosqichlari degan to'g'ri savol turibdi. Mana shu savolga %100 o'zingizda ishonch bilan javob bera olmasangiz, albatta bu nima sizni
Like urish tekin emas, albatta pullik. Bu yerga pul tikiladi. Ancha pul tikasiz. Misol uchun 40 ming, 50 ming emas, ancha katta pul tikiladi. Mana shu pullarni doimiy tikib borishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun endi ma'lum muddatgacha. Va buni ham o'zini tartibi bor. Misol uchun birinchi videongizga siz 10 mingta like urdingizda, keyingi videongizga misol uchun 500 ta like urib yo 2000 ta like urish bu yolg'on narsa. Xato narsa. Qo'pol ravishda xato. Misol uchun birinchi videongizga urdingiz 5000 like, keyingisiga urdingiz 5000 like, mana shu tartibda borsa bo'ladi. Keyin sekin ko'tariladi misol uchun yoki bitta videoni o'ziga qayta like'lar urilishi mumkin. Birinchi prosmotr kam bo'lgan paytda 1000 ta uriladi, keyin ertasiga yaxshi prosmotr olsa misol uchun 5000 ta qilasiz, keyin ko'targandan keyin 20 ming ta qilishingiz mumkin. To 50 ming, 60 minggacha nima qilinadi? Like'lar uriladi bitta videoga o'rtacha endi. Albatta buni ham o'zining tartiblari bor. Misol uchun bitta videoga 2000 ta like urib, ha bo'ldi, ketdi, yurib ketadi hozir deb qarab o'tirgandan foyda yo'q. Buni o'zini bosqichlari bor, tartiblari bor. Mana shu orqali nima qilinadi? Yurgiziladi. Keyin bu like mavzusini ham misol uchun mana shu narsalar, yana bitta aytmoqchi bo'lgan narsam bor. Bu oson, yengil yo'nalishlarga qiziqish. Bu juda ham katta xato. Iltimos mana shu narsaga e'tibor beringlar. Qilayotgan videongiz osonmi? Tezmi? Yengilmi? Bo'ldi. Bu yo'nalishda natija qilish qiyin bo'ladi. Chunki bu oson, yengil, tez degani hamma qildi degani. Hamma qildi degani raqobat ko'paydi degani. Raqobat ko'paygandan keyin YouTube'da o'zi trafik degan narsa bor. Misol uchun bitta yo'nalishga ma'lum trafik ajratadi YouTube. Misol uchun aytaylik 3D animation yo'nalishiga 5 millionta trafik ajratadi bir kunda misol uchun. Bu degani o'sha YouTube bazasida mavjud bo'lgan videolar 5 millionta ko'riladi. Qolganlar ko'rilmaydi. Aynan mana shu narsa bor. Xohlagancha ko'rilib ketaveradi, cheksiz ketadi degan narsa yo'q. Bu yerda YouTube'ning o'zining trafiki bor. Ya'ni o'zingiz ham misol uchun o'ylab ko'rsangiz, misol uchun YouTube'da aytaylik 500 millionta kuzatuvchisi bor YouTube, to'g'rimi? O'sha 500 millionta kuzatuvchini YouTube to'g'ri yo'naltirish kerak. O'sha o'ziga yarasha misol uchun qiziqishiga qarab yoki yoshiga qarab, jinsiga qarab qiziqishlarga taqsimlaydi. O'sha taqsimlash paytida trafik deyiladi mana shu narsa. O'sha trafikni chegaralangan, cheksiz emas bu. Siz xohlagancha qana qila olmaysiz. O'shaning uchun raqobat ko'p yo'nalishlarda trafik kamayib ketadi va sizning natijaga chiqishingiz juda ham cho'zilib ketib qoladi. Va natija chiqqaningiz bilan ham yaxshi daromad qila olmay qolishingiz mumkin. Shunaqa bo'ladiki, misol uchun 1 oyda 2 oyda monetizatsiyaga ulaysiz, lekin oyiga $80, $70, $30 shunday pul topadi. U kimga kerak? Hech kimga kerak emas. 500 ming so'm 1 oyga misol uchun. Mana shunday holatlar ham ko'p uchrab turadi. Shuning uchun iltimos albatta har bir narsani o'zining tartibi, rejimi bor. Mana shularga amal qilgan holatda shoshma-shoshalik qilmasdan, chuqur o'ylagan holatda ishlashlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Men o'zimga ham ko'pchilik misol uchun savol yo'llab, savol so'rab SMS yozishadi, boshqa qilishadi, telefon qilishadi. Albatta qo'ldan kelgancha tushuntirib ko'rsatib o'taman. Lekin har doim boshidan 0 odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularga hamma narsani o'rgatishga qurbimiz yetmaydi, vaqtimiz ham yo'q. Lekin ma'lum joyga kelganda o'ylanib qolgan bo'lsa, savollar paydo bo'lib qolgan bo'lsa, albatta mana shu vaqtlarda bemalol menga yozishlaringiz mumkin. Beminnat hech qanaqa kutmasdan, pul so'ramasdan qo'ldan kelgancha yordam berib o'tamiz. Bugun ko'rmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shular edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.